Assalamu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi savdomiz xudo xolasa o'zlarimizni ziyinlar do'stimiz 10 yillik tajribaga ega Dastonbek do'stimiz bo'ladi. Do'stimizni xudo xolasa texnikamizda olgan vajlari uzi apparatimiz bo'ldi. Kayn 5600 varianti bo'ladi. Xo'p do'stlar, xudo xolasa do'stimizga hamma komplektdagi vajlarni berganmiz. Veterinariyaga oid ishlaydigan vajlar bo'lsa, bu yerda termosumkamizni berganmiz. Bu yerda shox ko'rdiradigan o'jaklarni 7 kundan 7 haftadan bu shox kesadigan truslari, dastalari bilan birga xo'p, tuyoq pichoqlarini berganmiz. Tuyoqni yonadigan Yaponiyaniki dashi bilan shlipovka dashini berganmiz. Xo'p, do'stimizga yana bu yerda xirurgik naborlarimizni berdik. Komplektda ko'rib turganlaringizdek. Xo'p, bu yerda termometrlarimiz hammasi so'nggi zamonaviy chiqqan narsalar. Xo'p, bu yerda metal detektorimizni berganmiz. 2 obnom bo'ladi. Metal detektorimiz ham so'nggi chiqqani, hozir trendda bo'lib turgan metal detektor, shuvachi damli. Xo'p, do'stlar, xudo xolasa do'stimizga satdik, jo'ra fikrlaringizni chiqdi biz, ya'ni boshdan ishimiz bo'yicha, boshqasi bo'yicha hammasi zo'r. Boshqalar ham solishtirib ko'rding. Arzon bo'ldimi, qimmat bo'ldimi? Rahmat. Jo'ra, xayrli barakali bo'lsin. Do'stimiz 4 yilda yana Daston doktor desa, qo'chqar vazifasi hamma daydi do'stimizni. Profilni pastida nomerlarini qo'yamiz. Uzi xizmati kerakmi, tuyoq tozalash xizmatlari kerakmi, shox qirqish tuyoqlari kerakmi, rumitamiya, kiselvasat xizmatlari kerakmi, bemalol hammasini murojaat etaverasizlar. Xudo xolasa do'stimiz nomerlarini pastda qo'yamiz. Do'stim xayrli, barakali bo'lsin. Ishlari rivoj, xudo xolasa. Pul topar bo'lsin. Pul topar bo'lsin.